qishin yozi ishlataman, lekin qish boshlandi, talbaning yanada ham ko'proq ishlataman. Shuning uchun zapasga sotib olib qo'ydim mana. Ochamiz buni. Yerda olsak ham bo'laveradi baribir. Men sevgan dalba. O'rtoqlar sevaman mana shu brendni, Mistni. Juda ham yuzni yaltillatib, ko'p narsalarga yordam beradi. Endi. Vashim super. Ikkinchisi eng kutgan narsam, o'rtoqlar, men bu narsani internetdan zakaz qilganimning sababi, bozordan, ya'ni do'konlardan oladigan bo'lsam, buni 3 baravar, 2 baravar narxiga olaman. Arzon ham qilib bermaydi. Koreyada masalan, tushib bering, sal arzonroq qiling desa ham tushib bermaydi, o'ladi. Tushib bersa o'lib qoladi. Shuning uchun internetdan zakaz qildim. Internetda shu narxni yarmini o'rtoqlar. Boshladik, bismillah. Buni qaranglar. O'zimga etik zakaz qildim. Oddiy etik emas, faqat yubkalar bilan va tor shimlar bilan kiyiladigan etik. Koreyada etiklarni ko'pisida ichi issiq emas, oddiy kojinli etik. Zamojli etik ham zakaz qilsa bo'ladi, lekin zamojli kalta etigim bor, menga yoqmaydi. Shuning uchun mana shunaqa zakaz qildim. Buni qaranglar. Hozir kiyib ham ko'rsataman buni ichini. Qani ular olib tashlaydi, machalkalarni. Olib tashladim. Mana o'rtoqlar, ichida pat-mati yo'q, hech balosi yo'q. Oddiy. Buni endi qishda oyog'im yaxlab, muzlab qolmasligi uchun qalin, uzun, tizzagacha keladigan naskilar bilan, ya'ni paypoqlar bilan kiyish kerak. Hozir mana shu tizzagacha keladigan paypoqlar modada Koreyada. O'zbekistonda ham shunaqa bo'lsa kerak. Ikkinchisi, shuning uchun oldim buni. Uzoqroqdan ko'rsatdik. Ana. Shuning uchun oldim. Kalta yubkalar bilan kiyish uchun, uzun naskilar bilan, ya'ni paypoqlar bilan kiyish uchun oldim. Juda ham chiroyli turadi, oq uzun paypoqlar bilan. Xo'sh, endi kiyib ko'ramiz. Erim bunaqa etiklarni juda ham yomon ko'radi. Meni sevimli etikcham, uyda kiyadiganim, issiq, ishoninglar. Patini qaranglar buni. Jonni huzuri. Orada maqta o'tib ketay dedim-da, o'zim etikchamni. Erim bunaqa etiklarni mototsikl minganda kiyiladi yoki loy qorganda kiyiladi yoki yomg'irda yurganda kiyiladi deb o'ylaydi, lekin hozir bunaqa etiklar urfda. Mana o'rtoq